Fratelli Casa va Textile Finds loyihalarining asoschilaridan biri Shohrux Qayumov bo'laman. Ko'p yillardan buyon O'zbekistondagi tekstil fabrikalarini bitta joyga olib kelib, savdo qiladigan markazini barpo qilish bir g'oyam bor edi. Ushbu g'oyani Toshkent Index Universal bozor ma'muriyati bilan birgalikda qilishga reja qildik va nomini Index Textile Outlet deb belgiladik. Ushbu hudud oxirgi yillarda qurilish, avto va maishiy texnika bozorlari bilan juda mashhur bo'lib ketdi. Endi navbat esa tekstilga. Bu outlet markazimiz nafaqat O'zbekiston, qolaversa Markaziy Osiyoda ilk va eng kattasiga aylanadi. Bu degani nafaqat O'zbekiston, butun qo'shni davlatlardan ham mijozlarni kutib qoling. Outlet markazimiz 2 qavatli savdo do'konlaridan iborat bo'lib, birinchi qavatida 450 ta do'kon bor. Bu aynan savdo do'konlari uchun ajratilgan va ikkinchi qavatda esa ishlab chiqarish, ofis va omborlar uchun taklif qilinyapti. Outletimiz Toshkent shahridagi Sergeli yarmarka yaqinida joylashgan, Toshkent Index Universal bozor hududida joylashgan va aynan Magic Safari ro'parasida. Shu yilning 1-oktyabrida Index Textile Outlet markazi ochiladi. Aziz tekstilchilar, ulgurib qoling.